Diqqat, diqqat, e'lon. 2026-yilning 17-yanvar kuni soat 9:00 da So'g'd viloyati Bobojon G'ofurov nohiyasiga qarashli Qorajing'il qishlog'ida yashovchi Abdurazzoq hoji akamizning katta chempionat ko'pkarasi belgilandi. Ko'pkarimiz sovrinlari: 1 elektroavtomobil, 20 ta tuya, 40 ta toy, 30 ta tana, 20 ta televizor, 20 ta gilam va pullik sovrinlardir. Ko'pkarimiz Qorajing'il maydonida chopiladi. Ko'pkarimizga Tojikistonning barcha otvozu polvonlarini, muxlislarini hamda qo'shni O'zbekiston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Qozog'iston Respublikasi otvozu polvonlarini hamda siz otga mehr qo'ygan barchalaringizni 2026-yil 17-yanvar kuni Qorajing'il qishlog'iga taklif qilib qolamiz. YouTube va Instagram xizmatida Samandar Kenjayev bo'ladi. Chempionat ko'pkarida ko'rishguncha.